bir narsani oldin aytib o'tishimiz kerak. Milliy sertifikatni savollari bu oliy ta'limdagi test sinovlaridan, ya'ni kirish test sinovlaridagi savollardan biroz farq qiladi. Chunki bu yerda faqat yopiq savollar bo'ladigan bo'lsa, milliy sertifikatda bu ochiq savollar bilan baholanadi va u yerda ya'ni faqatgina belgilagan to'g'ri javob uchun emas, ya'ni u yerda o'sha Rash modeli asosida hisoblashi barchasi yo'lga qo'yilgan. Va bu yil mana o'zingiz aytib o'tganingizdek, milliy sertifikat bilan topshirgan abituriyentlarimiz soni yildan yilga oshib bormoqda. Bu avvalambor quvonarli holat, chunki qanchalik ko'p mana shu milliy sertifikatni olgan bo'lsa, ya'ni biz hozir ko'ryapmiz, ne bu yilgi ko'payib ketdi degan savol bo'ladigan bo'lsa, biz uni tahlilni ham qildik, bilim va malakalarni baholash agentligi bilan birgalikda ko'pchilik, ya'ni o'sha oxirgi bitiruv yillarida bo'lib milliy sertifikatni olish tizimini qilyapti. Albatta ko'paygani yaxshi. Nimaga? Chunki baribirga ham test topshirayotganda bu yerda qandaydir lotereya holati ham bor. Ya'ni bilmagan savoliga masalan javobni belgilaydigan bo'lsa, unaqalar soni ko'p bo'ladi. Ular ham qanaqadir ball oladi. Men o'zim bilim va malakalar baholash agentligi sobiq davlat test markazida direktor o'rinbosari lavozimida ishlagan paytimda ko'p ko'rardik. Ya'ni butun javob varaqasini faqat A bilan, faqat B bilan to'ldirib chiqadi va ular ham qandaydir ball oladi. Milliy sertifikatda unaqa holat kamroq, chunki u yerda aytib o'tgandek ochiq savollar. Lekin bir narsani inobatga olishimiz kerak. Mana hozir biz hamkasblarimiz bilan, undan tashqari bilim va malakalarni baholash agentligi bilan birgalikda buni ko'rib chiqyapmiz. Ya'ni hozirgi kundagi maksimal ball berish tizimi qanchalik to'g'ri, ya'ni o'sha bitta joyga ko'p talabalarni, abituriyentlarni tiqilib qolish masalasi va hokazo. Chunki bu yildan yilga oshib boryapti va o'ylaymanki, bu bir necha yildan keyin milliy sertifikat bilan topshiradiganlar soni test sinovlari bilan topshiradiganlardan oshib ketadi. Va albatta buni biz oldindan ko'ra bilib, mexanizmlarni ishlashimiz kerak va bu bo'yicha ishlayapmiz. Albatta qandaydir fikrlar, yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, ommaviy axborot vositalariga buni xabarini beramiz. Rahmat.